E'tirof etish joizki, keyingi yillarda mamlakatimizda maktabgacha va maktab ta'limi tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilib, soha rivojida salmoqli natijalarga erishildi. Davlatimiz rahbari raisligida maktabgacha va maktab ta'limi tizimiga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida sohani isloh qilish, ta'lim sifatini oshirish va uni yangi strategik rivojlanish bosqichiga olib chiqish bo'yicha aniq vazifalar, muhim loyiha va tashabbuslar belgilab berildi. Avvalo, so'nggi 7 yilda maktabgacha va maktab ta'limiga ajratilayotgan mablag' 7 karra oshgani, joriy yilda bu maqsadga 60 trillion so'm yo'naltirilgani davlatimiz ta'limni strategik sohalardan biri sifatida ko'rayotganining yorqin dalilidir. Bu mablag'lar hisobidan maktablarda 1 millionga yaqin o'quvchi, maktabgacha ta'lim muassasalarida 1,5 millionga yaqin tarbiyalanuvchi o'rinlari yaratilgani ta'lim infratuzilmasini tubdan yaxshilashga xizmat qildi. Buni birgina Buxoro viloyati misolida oladigan bo'lsak, investitsiya dasturi doirasida joriy o'quv yilida viloyatdagi 38 ta umumta'lim maktablari va 10 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Bu jarayonda 2 ta yangi ta'lim muassasasi qurilib, 43 tasida rekonstruksiya, 3 tasida mukammal ta'mirlash ishlari olib borildi. Buning natijasida maktablarda jami 9514 nafar o'quvchi o'rni, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida esa 800 nafar tarbiyalanuvchi o'rni yaratildi. O'qituvchi va tarbiyachilarning ish haqqini oshirish, kasbiy o'sishini rag'batlantirish, ta'lim dasturlari va darsliklarni yangilash, zamonaviy jihozlar xarid qilish kabi choralar natijasida sifatli ta'lim uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi. Shu bilan birga muallimlarning yangi metodikalarni o'zlashtirish darajasi, pedagoglarning amaliy saviyasi va texnologik savodxonligi bevosita sifat ko'rsatkichiga aylanmoqda. Innovatsion ta'lim klasterini tashkil etish asosida maktabgacha ta'lim tizimida sifat va samaradorlikni oshirishning zamonaviy tendensiyalari forumi esa tizimda islohotlarni yanada jadallashtirish uchun keng yo'l ochdi. Bugungi o'tkazilayotgan forum maktabgacha ta'lim tizimida sohasidagi ishlayotgan xodimlar uchun juda katta turtki bo'ladi deb o'ylayman. Innovatsion ta'lim klasteri asosida o'tkazilayotgan forumda men o'ylaymanki, maktabgacha ta'lim, ya'ni quyi bosqichdan bugun pedagogika institutlarigacha oliy ta'limni bog'lash asosiy maqsad qilib qo'yilgan. Bugun maktabgacha ta'lim sohasidagi bog'chalarimizga pedagog instituti rektorlarining, o'qituvchilarning biriktirilishi bu juda katta yangilik. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, sinovlar orqali toifa berish, ishga qabul qilishda bilim va ko'nikmaga tayanish, ta'limda xolislik va adolat tamoyillarining qaror topayotganini ko'rsatmoqda. Shu ma'noda ta'limda sifat bo'lishi uchun eng avvalo pedagoglarni tayyorlash va malakasini oshirish tizimi bunga tayyor bo'lishi kerak. Abdulla Avloniy malaka oshirish instituti transformatsiya qilinib, uning 13 ta hududiy markazi qayta tashkil etilishi, malaka oshirish tizimini tubdan qayta qurishga xizmat qiladi. Nizomiy nomidagi oliygohning Milliy pedagogika universiteti sifatida belgilanishi, 12 ta hududiy pedagogika universitetlarining maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimiga o'tkazilishi esa kadrlar tayyorlashda mutlaqo yangi tizimga o'tishni ta'minladi. Forum jarayonida ushbu o'zgarishlar va undan kutilayotgan natijalar tahlil qilindi. Ma'lumki, yaqinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining pedagog kadrlarini tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon qabul qilindi. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida, pedagogik oliy ta'lim tizimida tayanch oliygoh sifatida barcha respublikamizdagi maktabgacha ta'lim muassasalari, maktablar faoliyatini, ta'lim dasturlarini takomillashtirish, albatta xorijiy andozalar va milliy xususiyatlarimizni hamohang uyg'un saqlagan holatda bu dasturlarni, demak, takomillashtirish yuzasidan tegishli chora-tadbirlar belgilandi. Bundan tashqari, bugun Prezidentimiz maktabgacha ta'lim tizimi oldida sifat va samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirish vazifalarini qo'ydilar va biz bugun mana shu forum davomida innovatsion ta'lim klasterini tashkil etish bilan, yana maktabgacha ta'lim muassasasi, maktab, texnikum va oliygohlarni integratsiyasini va o'zaro hamkorligini mustahkamlash uchun zamin yaratadi deb o'ylaymiz va kelgusida albatta bu tizimda tayyorlanayotgan kadrlarimiz jamiyatimizda ulkan o'zini hissasini qo'shadigan, nafaqat pedagog sifatida, balki boshqa sohalarda ham o'z natijasini va samarasini beradi deb o'ylaymiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining vazifasini tarbiya maskani bilan bir qatorda ilk ta'lim ko'nikmalari berish nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish, Singapur tajribasiga tayanilgan holda bolalarda tanqidiy fikrlash va texnologiyaviy yechimlarga tayyorgarlikni kuchaytirishga zamin yaratdi. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida ta'lim sohasi oldida jiddiy vazifalar turibdi. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimida sifat va samaradorlikni ta'minlash, bolalarni har tomonlama barkamol shaxs etib tarbiyalashda innovatsion yondashuvlar juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Anjuman seksiyalarida bu ishlar mohiyati ham berildi. Innovatsion ta'lim klasterini yaratish orqali ta'lim jarayoniga ilg'or texnologiyalar, samarali o'quv-tarbiyaviy metodikalar va ilmiy yondashuvlarni joriy etish imkoniyati kengaymoqda. Bu esa nafaqat pedagoglarning salohiyatini oshirishga, balki farzandlarning iqtidori va qobiliyatini erta aniqlash, rivojlantirishga xizmat qiladi. Forum tom ma'noda tajriba almashish, ilg'or g'oya va amaliy natijalarni muhokama qilish, hamkorlikda yangi istiqbollarni belgilash uchun ham muhim qadam bo'ldi.
Prezidentimiz tomonidan 15-may kuni maktabgacha va maktab ta'limi sohasida bag'ishlangan video selektor yig'ilishidan kelib chiqib, Buxoro davlat pedagogika instituti hamda pedagogika kasbiy mahorat markazi hamda maktabgacha maktab ta'limi boshqarmasi hamkorligi yo'lga qo'yildi. Mana shu hamkorlik yuzasidan bugungi kunda forum tashkil etildi. Mana shu forumda bugun barcha maktabgacha ta'lim muassasasidagi direktorlar hamda ularning o'rinbosarlari hamda tarbiyachilar ishtirok etishmoqda. Hozir biz mana shu har bitta tuman shaharlarda maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogika universitetlarini tayanch nuqtasini joylashtirib, o'sha yerdan barcha tuman shaharlarda malaka oshirish tizimlarini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqchimiz. Hozirgi kunda Buxoro viloyati maktabgacha maktab ta'limi boshqarmasida 142.800 nafar bolalar qamrab olingan bo'lib, bu 90.5% ni tashkil qilyapti. Undan tashqari pedagoglarimizga keladigan bo'lsak, bugungi kunda 10.000 dan ziyod pedagoglar faoliyat yurityapti maktabgacha ta'lim sohasida. Lekin ularning 4.200 nafari oliy ma'lumotli pedagoglar, bu 45% dan ortiqroq. Lekin bizda 6.000 nafarga yaqin o'rta maxsus ma'lumotli pedagoglar mavjud. Shundan 2700 nafari hozir oliy ta'limda davom ettirmoqda, tugallanmagan oliy sifatida davom ettirmoqda. Yana qolgan 3000 dan ziyod pedagoglarimizni, o'rta maxsuslarimizni targ'ibot, tashviqot ishlari orqali oliy ta'limga yo'naltirib, oliy ta'limni olib, oliy ma'lumotli bo'lgan pedagoglarimizni magistratura yo'nalishlariga yo'naltirish orqali maktabgacha ta'lim sifat samaradorligini oshirishga harakat qilmoqdamiz. Hozirda men grant loyihalarini yozish bo'yicha O'zbekistonda tadqiqot ishlarini olib boryapman. Bugun Buxoro davlat pedagogika institutida o'tkazilgan forumda maktabgacha ta'lim tizimida xalqaro tajribalar bo'yicha ma'ruza qildim. Ochig'ini aytishim kerak, mamlakatingizda ushbu soha rivoji yo'lida kattagina tajriba mavjud. Ayniqsa, tizimda xalqaro talablar asosida kattagina hajmdagi ishlar amalga oshirilyapti. Ushbu muvaffaqiyatli natijalar hatto rivojlangan davlatlar bilan raqobatlasha oladi. Endilikda klaster shaklida ishlarni tashkil qilish kelgusida yanada yuqori ko'rsatkichni qo'lga kiritish uchun asos bo'ladi deb o'ylayman. Shu o'rinda ma'lumot uchun Buxoro viloyatida hozirda 2152 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 156.695 nafar 3-7 yoshli bolalarning 141.853 nafari, ya'ni 90.5% qamrab olingan. Ushbu qamrovning 87.523 nafari yoki 61.7% davlat, 54.330 nafari, 38.3% nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hissasiga to'g'ri keladi. 2025-yilning 1-choragida 3-7 yoshli bolalar uchun 610 nafar bola o'rni yaratildi. Endilikda klaster shaklida ishlarni tashkil qilish orqali bu raqamlarni yanada ko'paytirish maqsad qilinmoqda. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yo'lga qo'yilayotgan hamkorlik o'qituvchi va tarbiyachilarning kasbiy mahoratlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, yangicha yondashuvlar, STEM ta'limi, inklyuziv ta'lim kabi yo'nalishlarda o'quv kurslari, treninglar va amaliy mashg'ulotlar o'tkazilishi tizim samaradorligini oshiradi. Bunday hamkorlik natijasida nafaqat ta'lim sifati yaxshilanadi, balki pedagoglarda ilmiy tadqiqotga, yangilikka, ijodkorlikka bo'lgan intilish kuchayadi.